Ana, tinchlikmi? Hisobotlar qani? Do'stim, ish qo'yib bir, sana asabing buzilgan. Asabim buzilgan, hisobotlar qani dedim. Hisobotlar tayyor do'stim. Sal o'zingni bosib ol. Kimdir asabing buzdimi, nima bo'ldi o'zi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Seni ham tushunish qiyin, biram. Qara, har kuni ishxonaga kelaman ertalabdan, hamma xotirjam, hamma xursand. Mana shunga asab buzilib ketyapti. Yaxshi. Ha? Yaxshi ishlaylar. Qalay? Charchashyapmi, zo'rmisizlar? Hamma zo'rmi? Balo, qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Charchamayapsanmi? Mana shu inson juda xotirjam. Har kuni ishga kelganimda shunaqa xotirjam, xursandligini qara. Bu aviapark uylari zo'r qurilyapti-de. Olgan odam ham baraka topadi. Oddiy ishchi. Oddiy oylik ishlaydi. Beyzor, mani boyligim bor. Bilasan, kompaniyam bor, oilam tinch, farzandlarim bor. Hamma narsam yetarli. Mana uylarimiz ham yaxshi sotilyapti, to'g'rimi? Lekin halovat yo'q. Xotirjamligim yo'q. Katta xato qildim aka. Mana shunga tushunmayman. Tushunarli. Pul bergin-da menga. Nima qilasan? Ber. Qancha? 900 ber. Tur. Berk. Qara. Betda $1000. Hop. Lekin sen menga $900 berding, to'g'rimi? Hozir ko'rasan. Nima qilmoqchisan? Yur. Ilyos aka. O'la bey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi, yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Rahmat aka. Aka yaxshi xodim bo'lganingiz uchun xo'jayinlarimizni sizga hadya berib yuborishdi. Mangami? Sizga aka oling. Mayli aka, charchamang. Rostdan mangami? Sizga aka, charchamang. Rahmat. Yep, qoyili. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Uka! To'xtab turing. To'xtang. To'xtab turing. Bu yerda ming yozilgan, to'g'ri? To'g'ri aka. 900 ku. Yuzi qani buni? Aka xo'jayinlar berib yuborgan hadyani men olib kelib beryapman. Siz olmadingizmi? Yo'q, men sizni pulingizni nima qilaman aka? Bo'lmasa qani yuzi? Yo'q, bo'lmasam yuzi qani? Nima lekin aka? Yuzi. Qayerda qoldi yuzi, ha? Ko'rdingmi do'stim? Buni 99 deydi. Alloh bandasiga 9999 ta ne'mat beradi. Lekin bitta sinovli muammo beradi. Odamzod shu muammoga o'ralashib, noshukrchilik qilib qo'yadi. $900 berdi. Bir so'm pul yo'q edi. $900 ga shukr qilish o'rniga, atigi $100 ga muammo yasab oldi, ko'rdingmi? Odamzod qanchalik noshukr. Qara, xotirjamligini yo'qotdi. Ilyos akani senga bekorga namuna qilib ko'rsatmadim do'stim. Senda ham xuddi shunaqa xotirjamlik yo'q edi. Halovatim yo'qoldi, qara. O'chiramasing. To'g'ri aytasan, Bekzod. Allohim shuncha ne'mat berdi. Hamma narsa berdi. Shunday bo'lsa ham shukr qilmaganimni qara. Shukr qilishim kerak. Men shukrni unutibman. Ana endi xotirjamman. Mana shunday xotirjam bo'ling do'stim. Do'stim, senda hamma narsa bor. Senga to'g'risini aytsam havasim keladi. Shukr qilishni o'rgan do'stim. Yurtimiz tinch, oilamiz tinch, sog'lommiz. Shukr qilishni o'rganaylik do'stim. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib xizmat mutlaqo bepul. daqiqa shoshma. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'taynakal kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Kitobimiz Qur'oni Karimni o'zlashtira olmayotganlar